qanaqadir bir qora ishlar qilish uchun keladi deb o'ylaydi. Yo'q. Biz o'zbeklarda uspeshniy odamlar juda ham ko'p. Mana shulardan bittasi bir akamiz uy quryapti. Bu yerni 6 sotiga hozirgi paytda 22 millionga berilmay turadi. Look, I put out the one on there. Hey, stop! I'm to move it, put up my business. I'll take care. Shag'al keldi, mayda shag'al. Shuni to'kishyapti. Nariroqqa to'kilsa asfalt bo'lish kerak. Bu yoqqa to'kilsa bu qumga xalaqit qoladi. O'shaning uchun o'rtaga ilojini qilib to'kish kerak. Necha hozir to'kayotgan bo'lsa, ichkariga suvning ichiga to'kilib ketyapti. Bo'ladi. Aka bo'ladimi? Aka. Mashinaga, ko'ring. Bu yerda mashina qilamiki? Buna mashina o'tadi, ayting. Va yonboshida ovoratlar bor bo'lmasa, bunda o'tadi. Bo'ldi. Bo'lmasa men qatnashmayman. Yo'q, to'xtadi. Ha, bo'ldi. Davay, brat. Shopiram juda namozxongina bo'lar ekan. Salomlarni berib keldi, tatar yigit ekan. Tepada kabel bor, shunga hushyor bo'lish kerak. To'ki bor tepada. Ana bo'ldi. Onlar yerlerimi hazırda yapacağım. Hop. Toshqarilar daryodan olib kelyapti. Top-toza qilib, yuvib jo'natishgandek. Материал, Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar azizlar? Juda ko'pchilik o'ylaydi, Rossiyada faqat biz o'zbeklar bu yerga faqat qanaqadir bir qora ishlar qilish uchun keladi deb o'ylaydi. Yo'q. Biz o'zbeklarda uspeshniy odamlar juda ham ko'p. Mana shulardan bittasi bir akamiz uy quryapti. Bu yerni 6 sotiga hozirgi paytda 22 millionga berilmay turadi. 22 million narxi 6 sotiga yer. Chunki bir qo'shni yer sotaman deb qo'ygan 22 millionga bermayapti 6 sotiga yerni rublga. Endi buni dollarga pichib, dollardan so'mga o'girib olsalar ham bo'laveradi. Bo'lmasam 22 million rublni so'mga o'girsalaring o'zi necha yuz million bo'lib ketishi o'zlaring bilasizlar. Mana shunaqa qilib chiroyli qilib o'zimizni
Успешный o'zbeklar qilishyapti. Ha, bu yerda ustalar ham o'zimiz xorazmlik akalar. Bilasizlar, xorazmliklar g'ishtni qanaqa chiroyli, go'zal, latofatli qilib urishini bilasizlar. Mana shunaqa devorni urish uncha-muncha g'ishtchini orzusi, chunki глухой stena. Deraza, rom-pom hech nima yo'q. Monetka mana o'rtadagi nimaga derazaga joy qo'yib ketilgan. Keyinchalik ochiladigan bo'lsa deb ikkita joyga derazaga joy qo'yilib ketilyapti. Birinchi etaj urilyapti. Mana endi ichkarini ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Вот mana. Bu yerlardan keyin bu qo'shnilarning territoriyasiga o'tib ketdim. U yerda letniy bo'ladi. Bu yeri mana katta o'tliq. Buni ichida suv. Xo, ichkaridan 2-3 ta joylardan buloq chiqib turibdi. Daraxtlarning u yog'i kazanka deyiladi. Kazankaning nari yoni teatr Kamala hisoblanadi. Bu yonimiz Tankoviy kolso. Manshetlarda mana shaharda markazidan uylar, mana tinch qushlar sayrashi, shabadalar, shunaqa joylardan o'zbeklar uy olib, chiroyli qilib uylar solib yashashadi. Xudo xolasa faxrlansanglar arziydigan. Hop, naryoqdan kirib ketamiz. Bir narsani men uyat bo'lsa ham ko'rsatib ketaman. Mana O'zbekistonda kimi eri, kimi o'g'li, kimi kuyovi bir choli ishlayotgan bo'lsa, bilib qo'yinglarki, mana shunday qilib kirlarni yuvishib, uyat bo'lsa ham ko'rsataveraman. Men o'zim ham shu nimada katta bo'lganman. Mashitlarda quritishib, kiyishib yurishadi. Shuning uchun Rossiyada ishlagan erkaklarga ovqat qilish, kir yuvish problema emas. Mana ablisovkalarda chiroyli qilib, ordinarniy g'ishtdan urishib, chiroyli qilib zabutovkalardan nima qilishyapti mana. Endi qo'yinglar uzoq qilishib. Mana ustalarimiz ishlashyapti. Xudo xolasa. Ustaka o'rmaylar. Shunaqa gaplar. Bu yerda qora rastvorda mana. Bunga maxsus kraskasi, nima rangi bor. Qo'shiladi, ko'mirga o'xshatib, qop-qora loy bo'ladi. Shunaqa qora loyda uriladi. Mana. Maxsus. Chiroyli qilib qurilishda ishlar shunaqa qilib qilinyapti mana. Bu yer oshxona bo'ladi, oshxonaning podvali, pogreb deydi. Pogreb bu, hozir tashqariga chiqamiz. Bu yer mana yozgi oshxona bo'ladi bu yer. Maytlar ham to'siladi, ertaga oynalar bilan eshik qo'yiladi. Shunaqa bo'ladi. Endi qaytib o'tib, naryoqda ham ko'rsataman. Setkalarni qo'yib, chiroyli qilib urishyapti. Men nimaga quruvchilarning ishiga e'tibor berib ko'p obzor qilyapman, chunki o'zim quruvchi bo'lganligim sababli, shu ishni yaxshi tushunganim sababli sizlarga video qilyapman. Двойной обрисовка bo'lyapti. Nari tomoni ham, bu tomoni ham bunaqa g'ishtda urilib bo'linadi xolos. Mana oyog'im turgan tayi basen, bu yog'och tayi, полный basen. Basenning uzunligi necha metr ekan, usta aka? O'lchab ko'rmadinglar, bir 6 metr bor a? 3 metr bir blok, 2 metr bir blok. 5 metrdan 2 blok bu. Ha. Ha, 5 metr. 5 metr. Ya bunisi kichik ya. O'rtada to'sig'i bor aytgancha. Mana ikkita basen, bu yoq oddiy basen, bu yoq oddiy basen. Xolos ikkita basen. Xolos shunaqa. Shunaqa gaplar, qadrli obunachilar, o'zlaringiz ehtiyot qilasizlar, kimgadir kerakligini unutmanglar. Rossiyada shunaqa o'zbeklarimiz ham bor. Shuni bilib qo'ysanglar, men so'rab qolardim, iltimos qilardim. Joninglar sog' bo'lsin, boringlarga shukr, rahmat hammaga.